ba, bu, ba, bi, bi. Bizda arab tili kurslarimizda jajji bolajonlar uchun ochilgan arab tili kurslarimizda 3 ta bosqichdan iborat bo'ladi asosan. Har bir bosqichni yakunlagan bolajonlarimiz bilan ota-onalari o'rtasida har bosqichni yakunidan keyin biz o'sha dars davomida o'rganganlarimizni va bolajonlarga o'rgatganlarimizni ota-onalarga ko'rsatib beramiz. Bular o'z ichiga o'sha harflarning yakuni, lug'atlarda masalan ishlatilishi bo'lgan ranglar, mevalar ko'rsatib beriladi va sonlar yodlatiladi 100 gacha bo'lgan. Bu birinchi bosqichimiz yakuni sifatida ko'rsatib beriladi. Ikkinchi bosqichimiz yakunida asosan bolajonlar tekis o'qishga tushishadi. Ya'ni fatha, kasra, bomma, mad harflari, ulab o'qish qoidalari asta tushiladi. Va uchinchi bosqichimizda esa arabiy kitoblardagi matnlarni, u matnlarda nimalardan iborat? Matnlar kichik lug'atlardan iborat va u matnni o'qiganda bir ajib bir hikoyalar kelib chiqadi. Va o'sha hikoyalar yuzasidan biz ham bolani ravon o'qishini, o'sha nima deyotganligini anglab yetishligiga yordam beramiz. 4 yoshli farzandingiz bormi? Sho'xmi? Odob axloq bilan birga arab tilini o'rgatmoqchimisiz? Unda mudarrisga olib keling.